Qoraqalpog'iston Respublikasida belbog'li kurash bo'yicha jahon va Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. 20 dan ortiq davlatlarning kuchli polvonlari o'rtasidagi murosatsiz bahslar haqida muxbirimiz xabar qiladi. Musobaqalar 3 kun davom etdi. Dastlabki kun erkaklar va ayollar o'rtasida belgilangan vazn toifalarida ishtirokchilar o'zaro bellashdi. Qoraqalpog'istonda birinchi marta o'tkazilayotgan eng yirik xalqaro musobaqaga bo'lgan qiziqish yuqori ekanligini tomoshabinlarning sonidan ham ko'rish mumkin. Tantanali ochilish tadbirida so'zga chiqqanlar bunday musobaqalarning o'tkazilishi davlatimiz rahbarining sohaga qaratilayotgan alohida e'tiborning natijasi ekanligini ta'kidlashdi. Musobaqalarning ikkinchi kunida jahon chempionatining final bellashuvlari o'tkazildi. Unda saralash bahslaridan muvaffaqiyatli o'tgan va barcha raqiblarni mag'lub etib, so'nggi bosqichga yetib kelgan polvonlar mutlaq g'oliblik uchun gilamga chiqdi. Biz Qirg'izistondan qurama komandani jetaklab kelib, xudo qalasa bizning shu polvonimiz 45 kg salmoqda chempion atalib, dunyo chempioni atalib o'tiradi. Bugacha ko'ylab mamlakatlarga borib dunyo chempionatiga qatnashib yurganmiz. Biroq bugun Qoraqalpog'istonda o'tgan dunyo chempionati ayovay jo'g'orqi urovenda, jo'g'orqi dengelda o'tdi. Shuningdek, musobaqalarning 3-kuni osiyolik polvonlar qit'a g'olibligi uchun gilamga chiqishdi. Aytish lozimki, barcha vazn toifalarida ishtirok etgan vakillarimiz o'zlarini yaxshi tomondan ko'rsata oldi. Yakunda ko'pchilik polvonlarimiz sovrinli o'rinlarga ega bo'lishdi. Jami medallar soni bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rin. Barcha g'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlandi.